ko'rib o'rganganmizda ko'p, lekin so'kishlarni ham eshitganmiz. Men hali udarni chalganman yonlarida, o'sha udarni chalgan paytimda to'ylar muborak qo'shig'i boshlanganda chalsam hali udarnida tarelka degan narsalar bo'ladi. Jas ketadi-da balansi. Menga dadaxonaga kelib, menga mana jazlaring chalmadi deganlarda. Menga mana bu o'rtadagi haligi rabochiy barabaringda o'zbekcha qilib chop berganda qulog'imga qanaqa chalishni ham aytganlar. Rappa pa pa urpa pa chalasan deganlar. Mana avval bir bolgar anaqa udarnikchim bor edi, o'sha shunaqa qilib chalardi deganlar. Davrda yurgan. Keyin dadaxonaga aytganmanki, endi yosh bola bo'lganmiz-da. Dadaxonaga agar mana shu jazlar bilan chalsa, zamonaviy bo'ladi deb aytganman. To'yda aytib, "Mana qarang" deb bitta chalganimda bundoq eshitib turdilar-da. Keyin qulog'imga keldilar-da, "Senlar ekanda bulg'ayotgan san'at" dedilar. O'sha gaplardan keyin dadaxonaga nima aytsalar o'shanaqa chalishga o'tganman.